Hürmetli vatandaşlarımlık siyana devamını anlaysınız. Şunak, CNN isimli televizyasının muhbiri Jack Tapper, Peter Navarro'ga Cungo Kompartiya siyasi hakimiyetini ayıpladınız. Ayıplışınızda kollaylıgan fakta var mı yok? Dep sual koydu. Peter Navarro mındak cevap verdi. Bu meselene Cungo Kompartiyasını sorap görün. Muştağında 3 cümle var bugün haberde dikkat kılan vatandaş. Bu meselene Cungo Kompartiyasıdan sorap görün. Muhbir Tapper mındak dedi. Muşu iş tüpeyli men reis Xi Jinping'ni ziyaret kılışını ümit kılıman. Peter Navarro okşaş bolmagan matbuatlarının ziyaretini kabul kılgandı köp kıtım mındak görsetti. Jukumluk virüsünün dastlapki mezgilde Cungo Kompartiyası Wuhan'dan dünyanın arkası jaylarına uçuduğun nöbetçi aeroplanının uçuşunu çeklemedi. Jukumluk virüsünü dünyanın arkası jaylarına tarqattı. Eğerlaştı mı hürmetli vatandaş tönügün? Muşu doğruda sözlüdük, toxtaldık. Dünyanın arkası jaylarına tarqattı. Wuhan'da uçuduğun aeroplanını çeklemedi. Ben bundak hesaplayman. Cungo Kompartiyası əslidi jukumluk virüsünü Wuhan'dalı çeklep qalalaydı. Onun əksçe bir neçə 100 min Cungoluk sayahatçılarını keçirenler. Sayahatçılarını dünyanın arkası jaylarına yolgu saldı. Ahırı jukumluk virüsünün yer şarı boyunca tarqılışını keltirip çıkardı. Cungo Kompartiyası siyasi hükümeti, siyasi hakimiyeti muş işini kıldı. Jukumluk virüsünü dünyanın her kaysı jaylarına tarqattı. 6. ayının 20. günü Prezident Trump Oklahoma ştatığı saylam vaziyeti yaratish üçün yetip kelgende Prezident Trump Xitoy virusi degan ismini yana bir qatam ishlatdi. Prezident Trump China virusi degan ekan, bu yerda biz buni Xitoy virusi deymiz, Uyg'urlarning tiliga ta'zib bop keladi. Bu yerda Prezident Trump Oklahoma shtatida, ya'ni Tulsa shahrida saylam vaziyeti yaratish vaqtida yana bir qatam bu virusni Cungo virusi, ya'ni Xitoy virusi deb atadi. 2019 yıl Prezident Trump bunday ko'rsatdi. 2019 yıl tajisma virus degan bu ism barg'ansiri yuqumliq virus paydo bo'lgan yerdan yiroqlab ketdi. Yuqumliq virus qayerdan tarqaldi, shu markazdan, shu yerdan yiroqlab ketdi bu atalma. Bu virusni yana Xitoy virusi deb atash kerak. Oklahoma shtatida Prezident Trump shundaq yana bu virusni Xitoy virusi deb atash kerak. 6. ayının 17. günü Prezident Trump Wall ko'chisi gazeti muxbirining ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Cungo Kompartiyasining yuqumliq virusni xalqaro tarqatganligiga ishonaman. Yuqumliq virusni Cungo Kompartiyasi xalqaro tarqatdi. Men bunga ishonaman. Raqobatchi davlatlarning iqtisodiga buzg'unchilik qilganligiga ishonaman. Belki Cungo Kompartiyasi qasddan yuqumliq virus tarqatdi deb ko'rsatdi Prezident Trump. Yana bir xabar vatandaşlar. Davlat ishloqoti Mike Pompeo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Cungo qatorliq mustabid davlatlarning irqchilik masalalariga diqqat qilish kerak deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 6. ayının 21. günü Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Davlat ishloqoti Mike Pompeo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq doimiy komitetining Amerikada irqchilik to'g'risida qaror ma'qullaganligini saxta harakat deb tanqid qildi.
saxta harakat deb tanqid qilib, Jungo qatorliq mustabid davlatlar sistemli holda irqchilik farqi paydo qilib o'tadi. Bunga diqqat qilish bu haqiqiy diqqat qilishdir deb ko'rsatdi. Davlat ishtirokati Mike Pompeo bayonotida bunday ko'rsatdi. Ko'ngilsiz bo'lgan bir taraf shuki, Kishilik huquq doimiy komiteti bizning yana Amerikadan 2018-yil Kishilik huquq komitetidan chiqib ketganligimizdan to'g'ri harakat qilganligini isbotlab berdi. Agar komitet kishilik huquqni rostla qo'llaydigan bo'lsa, diqqat qilishga arziydigan nurg'un yo'lliq talablar bor. Masalan, Kuba, Jungo, İran qatorliq davlatlarda sistemlashgan irqiy farq mavjud. Agar doimiy komitet samimiy bo'ladigan bo'lsa, Amerikaning demokratik kuchini e'tirof qilishi lozim. Dunyoning har qaysi joylaridagi mustabid davlatlarning Amerikaning demokratik tuzumidan o'lga elishiga haydakchilik qilish lozim. Kishilik huquq komiteti Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doimiy komiteti navbat qiladigan ish mustabid davlatlarning irqchilik siyosatini tanqid qilish. Mana bu muhim nuqta. Amerikada irqchilikni tanqid qilgan, Amerikada qonun bor demak. Qonun bilan bir taraf qilamiz demak.